Nega Rossiya aholisining 80% bu chiziqning g'arbida, qolgan 20% esa sharqiy qismida yashaydi. Rossiyaning g'arbiy qismi qariyb 110 million kishiga uy bo'lsa, sharqiy qismida atigi 35 million kishi istiqomat qiladi. Taqqoslash uchun aytadigan bo'lsak, g'arbiy Rossiya aholisi sharqdagidan 3 barobar ko'p. Garchi sharqiy hudud mamlakat maydonining 3 dan 3 qismini egallagan bo'lsa ham, bu katta farqning sababi Rossiyaning geografik joylashuvida. Ural tog'lari mamlakatni ikkiga bo'lib turadi. G'arb tomonda Volga daryosi atrofida iqlim yumshoqroq va yerlar unumdor bo'lib, dehqonchilik va yashash uchun juda qulay sharoitlar mavjud. Aksincha, sharqiy qism Sibir juda katta hududni egallagan bo'lsa-da, qish juda sovuq, ba'zida harorat hatto -60 daraja Selsiyaga tushadi. Yer muzlab yotgani va iqlimning og'irligi tufayli dehqonchilik qilish va doimiy yashash juda mushkul. Hamda Rossiyaning g'arbiy qismi tarixan madaniyat va iqtisodiyot markazi bo'lib, Yevropaga yaqin joylashgani esa bu hududda yashashni yanada jozibador qilgan. Siz Rossiyaning qaysi qismida yashagan bo'lardingiz? Fikrlaringizni izohlarda yozib qoldiring. Ha, aytgancha, shu kabi qiziqarli ma'lumotlarni o'tkazib yubormaslik uchun sahifamga obuna bo'lib qo'ying.